Eldor Shomurodov 21-tur ramziy jamoasida u yana borligini isbotladi. Mashhur statistik platforma SofaScore Turkiya Superligasining 21-tur yakunlariga ko'ra ramziy jamoani e'lon qildi. Quvonarlisi, Istanbul Başakşehir hujumchisi O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov ham ushbu ro'yxatdan o'rin oldi. 21-turda Başakşehir safarda Eyüpspor bilan to'qnash kelib, 2-1 hisobda g'alaba qozondi. Uchrashuvda hal qiluvchi g'alaba keltirgan gol aynan Shomurodov hisobiga yozildi. Shu tariqa forvard navbatdagi bor jamoasiga qimmatbaho 3 ochko olib berdi. Eldorning joriy mavsumdagi ko'rsatkichi ham juda ta'sirli. 3 chempionatda 15 ta gol va 4 ta assist qayd etib, hozircha 15 tur natija bilan to'purarlar poygasida peshqadam bo'lib turibdi. Sodda qilib aytganda, himoyachilar uchun tungi smena hali tugamadi. Shomurodovning ramziy jamoaga kiritilishi ham uning hozirgi formasi ham Başakşehir'dagi roli naqadar katta ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Endi esa muxlislar kutgan savol bitta. Eldor shu suratni ushlab tursa, mavsum oxirida 15-1 emas, yanada baland raqamlar ko'ramizmi?